Hikmat va Xolisxon Pop tumani Agrobank bankirlar agent lavozimida, yordamchi agent lavozimida ishlab kelmoqdaman. Hozir Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'ini Quruvchilar ko'chasida Abdunazar Abdurahim Saidjon xonadonidamiz. Bu xonadonga shu bankirlarimiz va agentlar yordamida kredit ajratishni lozim topdik. Bu xonadonda 5 jon yashaydi. 3 ta voyaga yetmagan farzandi bor. Eri xotin ishsiz. Bularni ish bilan ta'minlash maqsadida kredit ajratdik. Kreditdan samarali foydalanib, kreditni 55 million 60 millionga daromadini yetkazdi. Bu kreditni yopib, yanagi yil shu kreditdan olishni reja qilib turishmoqda. O'z vaqtida kreditni to'lab kelmoqda. Chorvachilik yo'nalishi bo'yicha kreditni olgan. Kreditdan samarali foydalanmoqda. E'tiborlaringiz uchun rahmat.